Bir oydan beri menga bitta savolni qayta beryapsizlar. Infest qachon? Men javobni bekorga cho'zayotganim yo'q. Sababi bu yil Infest juda katta miqyosda bo'lib o'tadi. 29, 30 va 31-may kunlari. To'g'ri eshitdingiz, aynan 3 kun katta miqyosdagi festival. Chiptalar allaqachon sotuvda. Agarki arzon narxlardan olmoqchi bo'lsangiz, hozir iTicketga kirib, chiptalaringizni arzon narxda sotib oling. 5 kundan keyin narxlarimiz keskin oshadi. Ulgurib qoling. Va albatta sizlar uchun hadiya tayyorlab qo'yganmiz. 3 kishini shu post tagidan aniqlaymiz. Hech qanaqa sharti yo'q. Shu post tagiga xohlagan narsangizni yozing, bo'ldi. Birinchi o'ringa $100, ikkinchi o'ringa ikkita chipta, uchinchi o'ringa esa bitta chipta shundoq hadiya qilamiz. Sizlardan ozgina podдержка va aktiv. Bizdan esa masshtabli katta avtofestival va hadiyalar shundoq berib olamiz. Rahmat.